Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtlar xayrlik bo'lsin. Terminal qanunni qo'llab kelayotgan qarindoshlarga yana bir qatim rahmat aytaman. Bugun biz bolalarning uyqusi va uning bolalarning miyasining taraqqiyotiga bo'lgan ta'siri haqidagi bir tadqiqot maqolasi bilan tanishib chiqamiz. Navbatdagi elektron uchur davrida jamiyatning taraqqiy qilishiga ergashib, turmushimiz bargan sari kechlik uslub qarab mengotidi. Shuningga ergashib uxlash vaqtimizmi kechikib, uyqumizmi qisqarib mengotidi. Albatta, bu yo'linish nihoyat xatarlik. Nurg'unlagan tadqiqotlarda bolalarning vaqtcha uxlashining muhim bir sababi ota-onalarning kechikib uxlashi deb ko'rsatilgan. Bu tadqiqot asosligi bolalarning uyqusiga kafolatlik qilishning qanchalik muhimligini aniqlash uchun elib berilgan ekan. Bu tadqiqotni tushuntirishdan burun esimda qolgan bir yozma haqida so'zlab beray. Bu kitob yoki maqolaning uchini pek aniq esimda yo'q. Deb qolsam, keyincha o'rtoqlashaman. U yozimda aytilishicha, quramiga yetgan kishilarda kuniga 6 soatdan oz uxlaydigan ahvol bir hafta davomlashsa, xuddi spirtliq ichimlik ichib olganga o'xshash bo'lib, miyamizning qaror chiqarish qobiliyatini tuvaltib ekan. Uyquning yetarli bo'lmasligi cho'nglarga bunchalik ta'sir qilgan yerda uning bolalarga bo'lgan ta'sirining cho'ng bo'lishi turganli gap. Endi tadqiqotning asosliq mazmuniga kelaylik. Yaponiyada 1999-yili elib berilgan bir tadqiqotda boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqti kech soat 10 da. To'liqsiz o'rta maktab o'quvchilarining kech soat 11:30. To'liq o'rta o'quvchilarining bo'lsa 12:30 bo'lib, bolalarning o'rtacha uyqusining 1970-yildagiga selishtirganda 50 minutdan 1 soatgacha qisqarganligi ko'rsatilgan. Shundaqla uyqusizlikni his qilgan bolalarning nisbati boshlang'ich maktab o'quvchilarida 60%, to'liqsiz o'rta maktab o'quvchilarida 67%, to'liq o'rta maktab o'quvchilarida bo'lsa 74% ga yetgan. Yana kelib bu avval kichik bolalardami ko'rilgan. Yaponiyaning Sayya, Emgak va Farovonlik ministerligining tekshirishicha, kech soat 10 dan keyin uxlaydigan 2 yoshlik bolalarning nisbati 1980-yili 29% bo'lgan. Lekin 2000-yili bo'lsa 58% ga chiqqan. Hozir uningdan yuqori bo'lish mumkinligini qiyos qilishga bo'ladi. Faqat to'liqsiz o'rta maktab o'quvchilarining uxlash vaqtini davlatlar bo'yicha selishtirganda Yaponiyaning o'rta hisob bilan 7 soat, Amerikaning Yaponiyanikidan yarım soat uzun, Yevropa davlatlarining bo'lsa Yaponiyanikidan 1,5 soat uzun bo'lgan. Bo'libmi, Yevropa davlatlarida uxlash vaqti bo'lgan boshqarish ching bo'lib, kech soat 9 da uxlaydigan oilalar ko'p bo'lgan. Biz har kuni saharda uyg'onib, kunduzi kundalik faoliyatlarni tugatib, kechida qiynab uxlashdek turmush ritmini davomlashtiramiz. Miyamizdagi biologik soat tashqi muhitdagi yorug'likqa moslashtirgan holda badanning temperaturasini tengshash, hormon ajratib chiqarish va uxlash uyg'onish vaqtini belgilash qatorliq turmush ritmimizni kontrol qildi. Biologik soatimiz kontrol qiladigan hormonlarning ichida melatonin deb ataladigan bir hormon bor bo'lib, bu hormonning kunduzdagi quyuqligi tuvan bo'ldi. Kechda ko'proq ajratilib, badanimizning ritmini tengshash uchun butun organizmlarga tarqatildi. Shunday qilib, biologik soatimiz melatonin orqali uyqumizni tengshaydi. Melatonin odatda bola tug'ilib 3 oydan keyin ajratilib chiqishga boshlab, 1 yosh atrofida miqdori biroqla oshgandan keyin balaga yetguncha shu miqdorni saqlab, ondan yoshning cho'ng'ishiga ergashib ozlab mangir ekan. Yashanganlarda ajratilib chiqardigan miqdori oz bo'lg'achqa, ularda uyqu oz bo'ladi ekan. Albatta, bolalarning o'sib yetilishiga ergashib, uxlash uyg'onish ritmi o'zgarib mangdi. Masalan, yangi tug'ilgan boqlarning markaz nerv sistemasi texi to'liq taraqqiy qilmagan bo'lg'achqa, uxlash uyg'onish ritmi muqimlashmagan bo'ladi. Shunga boqlar kunda 20 soatdan ko'p uxlaydi. Bu vaqtlar uxlayotgan vaqtda ularning miyasi taraqqiy qilyotidi deb qarashga bo'ladi.
Yaşның çoğuşuğa әгішіп, bu ritm muqimlashidi. 10 yaşlarga kirganda bo'lsa, asosan 10 soat atrofida turaqlashib, tez uyqu bilan cho'nqur uyquning nisbatimi asosan cho'nglar bilan o'xshash bo'ladi. Tushunishlik bo'lsin uchun bu yerda uyqu ilmidagi kasbiy so'zlarning o'rniga tez uyqu va cho'nqur uyqu deb oldim. Bu tadqiqotda uxlashning muhimligi tuvandagi bir necha nuqtaga yig'inchoqlangan. Biz cho'nqur uyquga kirgan vaqtimizda o'sish hormoni ajratilib chiqarilib, nervi to'rining qurilmasi, hujayralarning shakllanishi ham o'sib yetilishi, so'ngak va muskullarning shakllanishi qatorliqlar elib berildi. Shunga yetarlik uxlash bolalarning aqliy ham jismoniy jihatdan sog'lom cho'ng bo'lishida to'liq muhim rol o'ynaydi ekan. Bu vaqtida kechich uxlamaslik ko'p davomlashsa, bolalarning miyasi va badanining o'sib yetilishiga ta'sir bo'ldi deb ko'rsatgan. Ba'zi tadqiqotlarda uyqu yetarlik bo'lmaganda bolalarning aqliy qobiliyatiga ta'sir etadiganligi o'tirib qo'yilgan. Bir tadqiqotdagi misolda uyqu ritmi yaxshi bo'lgan bolalar 3 pulingni to'rab sizishda uni aniq ifodalab beradigan. Uyqusi ritmsiz bo'lgan bolalar bo'lsa, aniq bo'lgan shaklni sizib berolmagan. Undan boshqa Amerikadagi to'liq o'ttir maktab o'quvchilarining o'rganish natijasi bilan uyqu odati to'g'risida elib berilgan tadqiqotda vaqtcha uxlaganda yoki uyqu yetarlik bo'lmaganda o'quvchilarning o'rganish natijasiga ta'sir etadiganligi yakunlangan. Bu tadqiqotda paylangan yana bir tadqiqotda yarim kechagacha uxlamaydigan boshlang'ich maktab o'quvchilarining hammasida bir ishlarga o'rinsiz jiyli bo'ladigan mijoz shakllanganligi ko'rsatilgan. Uyqu yetarlik bo'lmay, biologiyalik ritm buzilsa, aqliy va ruhiy holat jihatdan taraqqiyotni kechikish, atiganda mijozi yo'q his qilish, maktabga borg'usi kelmaslik, bekinib olish, semizlik xavfi ko'rilish ehtimolligi bor deb ko'rsatgan. Yana boshqa tadqiqotlardami uyquning o'rganish iqtidori, tantarbiya va musiqiy qobiliyatlarini joriy qildirish qatorliqlarda zo'r rol o'ynaydiganligi, so'zlik yodlash va soz chalish qatorliq sinoqlarda yaxshi uxlagan o'quvchilar bilan uyqusi yaxshi bo'lmagan o'quvchilarda farq ko'rilganligi isbotlangan. Tadqiqot natijasini xulosalaganda, birinchi, uyqu bolalarning miya va boshqa organlarning taraqqiyoti uchun nihoyat muhim. Ikkinchi, uyquning yaxshi bo'lmasligi bolalarning aqliy va hissiy iqtidoriga yomon ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi, uyquning yaxshi bo'lmasligi bolalarning maktab hayotiga nachar ta'sirlarni ko'rsatadi. Shunga bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga kafolatlik qilish uchun ularning yetarlik uxlashiga ahamiyat beraylik. Bugun bu shunchalik bo'lsin, yoqtirgan bo'lsangiz hamdardlik qo'yarsiz. Aman bo'linglar.